Hasharotlar dunyo bo'ylab aksariyat ekotizimlarda muhim rol o'ynaydi. Ular oziq moddalarning aylanishiga yordam beradi va ko'plab boshqa organizmlar uchun ozuqa manbai hisoblanadi. Ba'zi hasharotlar o'simliklarda changlanish va urug'larning tarqalish jarayonlarida ham ishtirok etadi. Hasharotlar albatta juda qiziqarli organizmlar guruhi, ammo men unchalik yoqtirmaydigan hasharot turi bor, bu chivinlar. Avstraliyaliklar ularni mozes deb atashadi. Chivin chaqishi sayringizni buzishi, ularning yoqimsiz g'ovillashi esa tuni bo'yi uxlamasligingizga sabab bo'lishi mumkin. Eng muhimi, ayrim chivinlar bezgak va dengi isitmasi kabi kasalliklarni tarqatadi. Bu kasalliklarning tarqalishining oldini olish va chivinlar sonini nazorat qilish uchun ularning hayot siklini o'rganish muhim. Keling, shu jarayon bilan tanishamiz. Ko'payish uchun chivinlarga turg'un, chuchuk suv kerak bo'ladi. Turg'un bu suv deganda hovuzlar, ko'lmaklar, gul tufaklar tagida to'planib qolgan suvlar tushuniladi. Urug'lanishdan so'ng urug'ochi chivin suvga tuxum qo'yadi. Tuxumlar bir joyga to'planib, tuxum to'plami hosil qiladi. Har bir tuxumdan chivin lichinkasi chiqadi. Lichinkalar kattalashgan chivinlarga umuman o'xshamaydi. Ularning tanasi cho'zilgan bo'lib, suv yuzasida osilib turadi. Ular nafas olish uchun sifon deb ataladigan naychasimo tuzilma orqali havodan kislorod oladi. Oziqlanish uchun esa atrofdagi mikroorganizmlarni filtrlab iste'mol qiladi. Xavfdan qochish uchun lichinkalari S shaklidagi harakat qilib suv ostiga sho'ng'iydi. Shu sababli ularni ko'pincha qimirlagichlar deb atashadi. Lichinkalar tez o'sadi va bir necha marta pust tashlaydi. Lichinka bosqichi taxminan 10 kun davom etadi. Keyingi bosqich qo'g'irchoq bosqichi bo'lib, bu davrda chivin oziqlanmaydi. Qo'g'irchoqlar ham kislorodga muhtoj bo'lib, suv yuzasida nafas oladi. Ular atrof muhitdagi o'zgarishlarga sezgir bo'lib, suv ostiga dumalab tushadi. Suv ostiga dumalab tushadi va shu sababli ag'dariluvchilar deb ataladi. Qo'g'irchoq bosqichi bir necha kun davom etadi. Shundan so'ng voyaga yetgan chivin paydo bo'ladi. Voyaga yetgan erkak chivinlar asosan gullarning nektari bilan oziqlanadi. Urug'ochi chivinlar esa odamlar va boshqa hayvonlarning qoni bilan oziqlanadi. Qon tuxum hosil qilish uchun zarur bo'lib, ulardan yana lichinkalar chiqadi va hayot sikli davom etadi. Dunyoda taxminan 3000 ga yaqin chivin turi mavjud bo'lib, ularning barchasi bir xil 4 bosqichli hayot sikliga ega. Tuxum, lichinka, qo'g'irchoq va voyaga yetgan hasharot. Barcha turlarida lichinka va qo'g'irchoq bosqichlari suvda o'tadi. Barcha chivinlar kasallik tarqatmaydi. Ammo ayniqsa e'tibor berish kerak bo'lgan ikki xavfli tur mavjud. Aedes chivinlar dengi isitmasini, Anopheles chivinlar esa bezgak kasalligini tarqatadi. Endi chivinlarning hayot sikli bosqichlarini bilganingizdan so'ng bu bilimlardan foydalanib, ularni uylarimiz, bog'larimiz va dam olish maskanlarimizda qanday qilib uzoqlashtirish mumkin?